Amir Temur nabirasi Mirzo Ulug'bekning dabdabali to'yida shunchalik ko'p tilla sochganki, yerning yuzi oltin tangalardan umuman ko'rinmay qolgan. U 1404-yilda Xitoy yurushidan oldin Samarqandning Ko'nigil sahrosida afsonaviy ommaviy to'y o'tkazadi. Bu to'yda kelajakning buyuk olimi 10 yoshli Mirzo Ulug'bek, uning ukasi Ibrohim Sulton, toj taxt vorisi Muhammad Jahongir va yana 3 nafar shahzoda bir kunda uylantirilgan edi. Zafarnoma asarida yozilishicha, bu to'yning dabdabasi aqlga sig'mas edi. 10,000 kishi sig'adigan ulkan oq chodirlar tiklandi. Ularning tirgaklari, ya'ni ustunlari, quruq yog'ochdan emas, butunlay sof oltindan yasalib, qip-qizil lal toshlari bilan qoplangandi. Kelin-kuyovlar, yosh Ulug'bek va boshqa shahzodalar chodirga kirib kelganda, ularning ustidan shunchalik ko'p tilla tangalar, kumush va gavharlar sochildiki, minglab odamlar sochilgan tillalar ostida qolib ketdi. Dasturxonga ichimliklar sof oltindan yasalgan ko'zalarda tortildi. Qadahlar esa yoqut qadalgan billur toshidan edi. Hatto to'yga tashrif buyurgan chet el elchilariga ham oddiy sarpo emas, sof oltindan yasalgan kamarlar kiydirilgan. Va eng aql bovar qilmasi, bu mislsiz dabdaba va tilla yomg'iri naq 2 oy to'xtovsiz davom etgan. 2 oy davomida nabiralarning to'yiga shuncha pullarni suvdek sochgan sohib qironing o'zida qancha pul bo'lgan? Zafarnomada aytilishicha, agar butun dunyo odamlari hisobchi bo'lsa ham, Temur xazinasini hisoblab tugata olmasdi. Xo'sh, bu xazina hozirgi pulda necha trillion dollar bo'ladi? Ikkinchi qismda aniq raqamlarni hisoblab chiqamiz. O'tkazib yubormaslik uchun hoziroq obuna bo'ling.